ichayotgan $100, $200 kollageninglarni shunday chetga surasizlar-da, mana kollagenimni bugundan aytishni boshlaysizlar. Hammamizning uyimizda topiladigan chesnok haqida gapiryapman, o'rtoqlar. Faqatgina chesnokni kattasini yutib bo'lmaydi, bilasizlar, achchig'i chiqib ketadi. O'shaning uchun bozorga borasizlar, eng kichkina mayda bolachalarini terib olasizlar. 20 dan, 30 danmi, 40 danmi farqi yo'q, hammasini olib kelib, yuvib xolodilnikka qo'yib qo'yasizlar. Har kuni ertalab bir donadan och qoringa illiq kipitok bilan yutasizlar. Bu chesnokni juda ham ko'p foydali tomonlari bor. Yuzimizni oqartiradi, namlantiradi, ajinlarni yoyib yoshartirishda yordam beradi. Bundan tashqari organizmimizni zo'r tozalab beradi va rakoviy kletkalarni muzlatib beradi. Kommentariyada o'zinglarni yoshinglarni yozib ketsanglar, men sizlarga necha kun ichishinglarni aytaman. Bu videoni qimmat kollagenlar sotib olib ichayotgan o'rtog'inglarga yuborib qo'yinglar.